2026-yilda pulni nimada saqlagan yaxshi o'zi? 2026-yilda shu 4 ta aktiv bor, shunda saqlaganligingizdan kattaroq foyda olib keladi. Xo'p, birinchi aktiv bu tilla bo'ladi. Tilla har doim dollarga qaraganda qiymati kattaroq bo'ladi. 2025-yil ichida ko'p odam tillaga kiritishni boshlab, narxi o'sib ketdi. Sezgan bo'lsangiz, sababi bir bubble bo'lyapti. Именно любой joyda bubble, kriptovalyutalarda bubble bo'lyapti. Stock marketda bubble bo'layotgan joylari bor. Ko'pchilik joylardan, hamma joydan pul oqimi tillaga hozir ketyapti va tillar narxi yaxshigina o'sib boryapti. Ikkinchisini gaplashib ketsak, ikkinchisi bu dividendli aksiyalar. Dividendli aksiyalarning zo'r tomoni bor, oddiy aksiyalarga qaraganligida, sababi sizga har oy yoki har kvartalda oylik to'lovni berib turishadi. Endi uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu qisqa muddatli obligatsiyalar, bu gosударство yoki imенно kompaniyalar tomonidan chiqarilayotgan qarz so'raydigan imенно obligatsiya, ya'ni qarz degani. Siz qarz pul berasiz, bu qarz pullarga sizga nechidir yilda yoki nechidir oyda sizga kuponni beradi yoki foydasini beradi. Siz oddiy bank omonatga qo'yganligingizdan ko'ra bez risk varianti obligatsiyaga tikkanligingiz ma'qulroq bo'ladi.